menimcha hammaga o'sha sovuq qo'ng'iroqlar deymiz-ku, tomdan tarashi tushganda telefon bo'ladi. U o'sha qaysidir kompaniya call centerdan qilishayotgan bo'ladi. O'zim man falonchiman, falon kompaniyadanman deydi. В лучшем случае bu ham o'zini tanishtirsa, bo'lmasa tanishtirmasdan sразу maqsadga o'tib ketishadi. Biz falon kompaniyadamiz, biz bu bilan shug'ullanamiz, sizga mana buni taklif qilmoqchimiz, ertaga u bo'ladi, bu bo'ladi. Mana bunaqa ustunligi bor. Bunaqa menimcha hammaga juda ham ko'pchiligi mana shunaqa qo'ng'iroqlar bo'lsa kerak. Men ham har safar shunaqa olganimda falon kompaniyadanman desa, endi men ham o'sha nima deydi, mijoz deb o'ylayman. Endi biz reklama agentligimiz bor. Mijozdir, boshqadir, bar gapini eshitasiz, ha deb eshitishni boshlasam, shu men uni gapini eshitmoqchimanmi, yo'qmi, u menga o'sha taklif qilayotgan narsa kerakmi, yo'qmi, uni so'rashi yo'q, boshqa yo'q, yana orasida vaqtingizni olmayapmanmi deb qo'yishadi. Vaqtimizni olib bo'lib bor-ku, vaqtingizni olib bo'lib. Mana mashliqa qiladi, men nima deydi? Bir jahlingiz ham chiqadi, bir kulgingiz ham keladi. Mana shu call centerlarda bor-ku. Juda ham noto'g'ri bir kolxoz forma qilib yo'lga qo'yilganda, mana shu narsa bor. Shaxsan ekspert, sotuvlar bo'yicha ekspert sifatida meni fikrim shunaqaki, o'sha call centerdan o'sha sovuq qo'ng'iroq orqali biron mahsulotini o'sha taklif qilishni qo'ng'iroq otgan odam bir chiroyli, bir dona qilib gapiradigan bo'lishi kerak. Unaqa tez avtomatda otganda emas, birinchidan. Misol uchun keyin so'rash kerak. Men bir 2 minut yoki 3 minut vaqtingizni olsam bo'ladimi yoki yo'qmi deb so'rash kerak. Bandmisiz, band emasmisiz? U odam band bo'lishi mumkin. Misol uchun televizor ko'ryapman, men band edim deyishi mumkin. Shunda bitta fishkasi bor, masalan, o'sha odamga nima deydi? Ha, mayli ko'ravering, keyin bir sizga qilaman emas. Chiroyli ma'noda nima deydi? Sir bo'lmasa nima ko'ryapsiz deyish kerak-da. Shunaqa qilib suhbat boshlash, suhbatga kirish kerak. U odam aytadi, masalan, futbol ko'ryapman. Futbol shu City bilan, Manchester City bilan falon klub o'ynayapti. O'shani ko'rib o'tiribman. O'zi Guardiola Husanov tushirmaganiga настроение ham yo'q, o'zi bu yoqda yana san qilib, hozir mahsulotingni anaqa qilmoqchisan, men eshitgim kelmaydi degan ma'nodagi shunaqalar qilish mumkin. O'sha yerda suhbatda kirishib ketish kerak. Cityga, unda Husanovga muxlislik qilasiz, men ham muxlislik qilaman. Aka, o'zi oxirgi payt Guardiola masalan Husanovni tushirmasdan juda ko'p xatolar qilyapti. Ko'ryapsizmi? Misol uchun, ha, ko'ryapman, menga ham shu anaqasi yoqmayapti deydi. Mana o'sha lyubimchiga bor ekan, O'rayli deganini ko'rdingizmi? Aka, mana shu oxirgi anaqada, shu Angliya Kubogining finalida Crystal Palace'ga 100% gol uradigan shunaqa momentlarni ikkitasini xoramini chiqarib yubordi. Ko'rdingizmi? Aka, shuni ko'rdingizmi desa, gapirmay, o'sha yerda shunaqa qonib qaynab ketdi. Husanov olib tashlab tushirgan odamni o'zi aytishadi-yu, maqtalgan qiz to'yida parod qiladi deb. Mana shu deydi. Men ham tushirib yuborarmikin deb o'tirdim deydi. Gapirmay, nechta o'yindan bir xil o'yinlarda zaifkaga ham kiritmabdi deb, endi tushirarmikin, boshqamikin deb. O'zi aka to'g'risini aytganda bor, Crystal Palace yutib qo'ygani ham o'zi yaxshi bo'ldi. Endi Guardiolani kritikavat qilishadi. Noto'g'ri tarkib tushirdik, noto'g'ri anaqani qildik. Husanov nima qilib o'tirdi, shuncha pulga olingan deb davka qilishadi. Majbur tushirishni boshlaydi. Xudo xolisa yaxshi bo'lib qolar. Aka, men ham shuni o'ylayapman, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Mana bu texnikani otini sразу aytaman, small talk, kichik suhbat deyiladi. Bitta kichik suhbatda aka-uka bo'lib olasiz. Ayollar bo'lsa opa-singil bo'lib olasiz. Tushundingizmi? Ana undan keyin aka aytgancha asosiy aniq esdan chiqibdi, o'zi men sizga falon mahsulotimizni o'sha anaqa qilyotgandim. Shunga nima qilay, hozir gaplashaveramiz yoki keyinroq qilsangiz, keyinroq qilaman desa, haligi odam yo'q, o'sha payt gaplashadi yoki keyinroq qiling yoki men o'zim qilaman deydi. Uje навстречу borishni yuradi. Chunki nima deydi? Uje ular kompleksli yo'q-da, ular qanaqadir tanish bo'lib qolib, ular hamdard, bitta anaqaga balet qilar ekan, dardi bitta ekan ularni. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa. Xullas, bu yaxshi natijani beradi.
bunaqa chin dildan bo'lgan nima deydi hamdardlik suhbatlaridan keyin shunga o'xshash, endi aynan shunaqa demoqchi, shunga o'xshash. Prosta men misol qilib keltirdim xolos. Shunaqa suhbatlardan keyin simpatiya paydo bo'ladi. Qanaqadir ma'lum ma'noda ishonch, xuddi bir anchadan beri taniydigan insondek paydo bo'ladi. Bu shuncha mana gaplashdik, hamdard ekanmiz deb keyin haligi odam yo'q deyishga ham kerak bo'lsa uyaladi, gapini eshitadi, inobatga oladi va katta ehtimol bilan o'sha sotuv amalga oshadi. Boyagi birinchi aytganimda u tapir-tupur, heyu beyu tomdan tarash tushgan demaslik mahsulotimizni anaqa qilmoqchi, bu zo'r mahsulot, bu unaqa edi, bu mamnaqa edi deb misol uchun umuman kerak emas narsani nima deydi, o'sha odamga taklif qilishi keragi yo'q-da. Yana u bank bo'lishi mumkin. Yana xuddi o'sha boyagi aytganimdek, o'sha Guardiola Husanov tushirmagani uchun rosa asabi buzilib, rosa diqqat bo'lib turgan bo'lsa, so'kib yuborishi ham mumkin. O'sha holatlarga tushmaslik uchun hozir aytganim o'sha small talk, kichik suhbat o'zbekchasiga agar to'g'ri tarjima qilayotgan bo'lsam, mana Husanovga o'xshab inglizcha unaqa zo'r bilmayman, u salpar. Xullas, nima deydi? O'sha kichik suhbat nimani beradi? O'sha sizga yo'lni ochib beradi, baryerlarni yiqitib beradi. O'zingiz mahsulotingizni to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa to'siqlasiz haligi klientga predlagat qilishingiz mumkin и katta ehtimol bilan o'sha taklifingizni o'sha klient ham qabul qiladi. Shunaqa.